Bu yomg'irda sening sigiring juda bolalaydi-da. Assalomu alaykum, hurmatli bizda YouTube tarmog'ida kuzatib kelayotgan chorvador akalarimiz, hurmatli YouTube ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan obunachilarimizga o'ta ham zo'r yangiliklarimiz bor. Mana bunday chorvador akalarimiz go'sht yo'nalishida, sut yo'nalishida bahayotgan qora mollarga oqsil moddalardan birinchi o'rinda Body Force oqsil preparatini tavsiya qilamiz. 25 kg tirik vaznga 1 ml dan qilinadi. Mana shu 10 grammi mana shu 200 kglik buqachalarga qilinadi. Bu Body Force'imiz oqsil preparat hisoblanadi. Bu hayvon organizmida qilingandan so'ng ovqat hazm qilish tizimlarini yaxshilaydi. Ba'zidir bir chorvador akalarimiz aytishi mumkin, chunki bu gormon emas, oqsil modda. Bu yeyilgan ozuqalarni qon orqali vaqtida to'qmalarga yetkazib beriladi. Yetkazib berilgandan so'ng bu hayvon organizmida go'sht yo'nalishi bo'yicha muskulda o'sishlar rivojlanib, hayvonda o'sish tizimlari o'ta ham bir haligi xalqimizga bir oldinga yurish holatlari o'ta ham yaxshi faoliyat kechib boriladi. Sigirlarda, sigir boquvchi, sigir yo'nalishida ketayotgan akalarimizga ham sut yo'nalishida qo'llasanglar bo'ladi. Teri ostiga mushak orasiga haydasanglar bo'ladi. Go'sht yo'nalishidagi mana bu 200 kglik buqalarimizga ham qilib qo'llasanglar bo'ladi. Bu Body Force preparatimiz oqsil hisoblangan holda har 14 kunda 28 kun ichida 2 marotaba qilinadi. Bunga 2 oy vaqt ketadi. 4 marotaba qilinadi 2 oy ichida. Ushbu bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, kuzatishda davom etinglar, yana yangilarni obzor qilib chiqarib berishlikda davom etamiz.